Yakkasaroy tumanidan 106 kvadrat metrga tushgan 4 xonali xonadonimizni sotuvga qo'yildi. Mana bu joyimiz mehmonxona sifatida qoldirilgan. Mehki zonasi, televizor zonasi hamma sharoitlari bilan birga. Bu yog'imizda kirish holimiz, kirishimiz bilan prixojniy shkaflari tayyor o'rnatilgan. Eshiklarni ko'rishingiz mumkin. Face ID, kod parol va bu yoqda общий sanuzelimiz joylashgan. Общий hisobda ikkita sanuzellari bor. Ko'rishingiz mumkin, juda ham ixcham planirovka qilib joylashtirilgan. Даже mana tepasida shkaflargacha o'rnatib qo'yishgan ekan. Xo'p, endi qolgan xonalarni ham ko'ramiz. Xo'p, bu yog'imizda oshxona joylashgan. Oshxonasi ham kenggina, stol zonasini qarang, qanaqa chiroyli qilib ketgan va kuxnya mebellariga o'zingiz e'tibor qo'yasizlar. Remonti juda ham chiroyli, sifatli remont qilingan ekan. Xo'p, bu yoqda yana bitta xonamiz mavjud. Xo'p, asosiy yotoqxonalardan bittasi ekan. 9 panelni chiroyli qilib qo'yilgan. Mana bu yoqda televizor zona va bu yoqlarda shkaflarni o'rnatib ketishgan ekan. Bu yoqda ham o'zini boshqa shkaflari bor ekan. Xullas, shkafdan muammo yo'q. Bu yog'imizda bitta detskiy yotoqxonamiz, ikkita dinamik kravatni chiroyli qilib o'rnatib qo'yishgan. Bu yoqda dars tayyorlash uchun sharoitlari bor. Va bu yoqda asosiy yotoqxona bo'ladi, ya'ni родительский master yotoqxona. Buni ham qarang, dizaynni juda ham chiroyli qilib remont qilib qo'yishgan ekan. Hop, bu yoqda o'zi навесной balkoni ham mavjud ekan. Ko'rishingiz mumkin. 16 qavatli domning 13-qavati Vegas Tower жилой kompleksida Shota-Rustaveli ko'chada joylashgan. Bu yoqda o'sha asosiy yotoqxonani o'zini общий sanuzel joylashgan. Hop, opsiyada telefon nomerini qoldiraman, batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi.